Assalomu alaykum foto-fotosetki kuzatuvchilari. Bugun 31-oktyabr haftaning juma kuni. Navbatdagi mijozimiz uchun 100 kvadratdan oshiqroq bo'lgan joyga 3D Euro setkamiz hamda aksessuarlari, ustun profillari bilan komplekt holatda, ya'ni ortib bermoqdamiz. Hozir balandligi 1,5 metrlik, uzunligi 2,5 metrlik Euro setka 308 to'r qalinlikda bo'ladi hamda ustun profillari 1,5 metrlik holatda 60x40 o'lchamdagi profillar. Komplektida nimalar bor? Krepleniyalar bo'ladi, ya'ni setkalarda ustun profillarga qadash uchun aynan mana shu krepleniyalardan foydalaniladi va qopqoqlar ustun profillarni tepa qismiga, ya'ni kiygizib qo'yish uchun mana shunday qopqoqlar bo'ladi komplektida. Va yana bularni yerga, ya'ni bu joy obyekt beton qilingan ekan, bardiyor. Mana shu beton bardiyorga moslangan holatda bu yerda planka bo'ladi va plankani nimada mana shunday boltlarda qotiriladi. Dastlab perfiratorda bo'r orqali teshib turib, keyin probkani qo'yib, mana shu boltlar yordamida ustun profillar mahkamlanadi. Xo'p, yana bu joyda fotosetkadan mijozlarimiz uchun hadyalar bo'ladi, ya'ni ustakalarimiz uchun kerak bo'ladigan qo'lqop va drill uchun nasatka, boltlarni qotirish uchun ключ hamda betonni teshish uchun bo'rlar hadya qilinadi hamda eng kerakli ustakalarimiz uchun mana roletka metrlarimiz. Fotosetkaga murojaat qilinglar. Aynan mana shu aksessuarlar alohida va ustun profillar, 3D Euro setkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib hammasini komplekt qilib beramiz. Agar o'rnatish xizmati ham kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham xizmatlarini qilib, chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz.